Avvaliga aziz do'stlarimiz, Max Tuning'dagi Tracker Premier avtomobilimiz tayyor holatda. Bu avtomobilga qilingan navruzlarni ko'rsatib obzor qilamiz. Birinchi navbatda nomeri o'rtada turadigan RS busovkani o'rnatib berganmiz. Polniy Black Piano variantida ko'rib bo'lib turibdi. Bu avtomobilimizdagi GM paroklan ustunovkasi berganmiz. Okamlar bemalol ustiga chiqib, tomlarni artishga ishlatsa bo'ladi. Salon qismiga ham yetib keldik. Salon qismida qilingan ishlarni Malibu 2 bar ustunovka qilib berganmiz. Black Piano variantida bu ham qaranglar, idealni tushadi. Mana knopkalariga bilasiz, biz sidena bagri fulab beramiz. Bu orqa sidena bagri ulanadi. Hammasi joy-joy o'rn-o'rnida ishlab turibdi. Bundan tashqari, hop, Magicar bo'lsin, udobniy dedilar. Oldingi mashinalarni ishlatgan modeli Magicar Dominant 907 original pulsdan ustunovka qilib qo'yganmiz. Hamma funksiyalari o'z o'rnida, joy-joyida ishlaydi. Monitorlarimizga mana CarPlay o'rnatib, YouTube navigatorlar ishlaydigan qilib berganmiz. Idealni ishlayapti. CarPlay ham yaxshi brend tegisa qotmasdan ishlaydigan. 500 ming, 600 mingga reklama qilishayotgan emas, haqiqiysini o'rnatib berganmiz. Lavni ishlaydi, maza qilib ishlatasizlar. Undan keyin premium mahsulotlarimizdan MRS video registratorlarni ham ustunovka qilib qo'yganmiz. Alloh kameralari idealni ko'rsatadi, GPS'lari bor, fleshkasi o'zida chiqadi. Oldi kameralar 4K zapis qiladi. Xizmatlar bo'yicha maksimum murojaat qilaverasizlar. Bu avtomobilimizdagi tonirovka, laminat xizmatlarini ham bitirib berganmiz. Bizlar kuzatib borib, bizdan uzalashmaymiz.